Kimyoviy qo'shimchalar betonga qanday ta'sir ko'rsatadi va ularning qanday turlari bor? Klassifikatorlar betondagi suv sarfini kamaytirib, suv sement nisbatini tushiradi. 25-30% gacha sementni tejaydi. Betonning oquvchanligini yaxshilaydi va saqlash muddatini uzaytiradi. Havo tortuvchi kimyoviy qo'shimchalar. Bunday qo'shimchalar beton tarkibida havoni saqlab qolishga yordam beradi va muzlashga chidamliligini oshiradi. Bunday qo'shimchalar ko'proq yo'l qurilishida va ochiq sharoitda turadigan betonlarda qo'llaniladi. Muzlashga qarshi qo'llaniladigan kimyoviy qo'shimchalar. Bunday qo'shimchalar sovuq havo ta'sirida betonning mustahkamligini yig'ishga yordam beradi. Qotishni tezlashtiruvchi kimyoviy qo'shimchalar. Bunday qo'shimchalar betonning qotishini tezlashtiradi. Shu o'rinda mustahkamligini ham tezroq yig'ishga yordam beradi. Hozirgi kunda kimyoviy qo'shimchalarsiz betonni tasavvur qilish juda qiyin. Keyingi videolarimizda beton qorishmalari haqida gaplashamiz. Bizni kuzatib boring.